Ko'ringlar, bu juda katta boks. 25 metr eniga, 60 metr uzunligiga yaqinda qurilgan, hali stяжка qilinmagan va patolog yopilmagan. В целом ishlab chiqarishga rosa to'g'ri keladi. O'sha akalarimiz kim nima ishlab chiqarish qilmoqchi, bu Chirchiqni qoq o'rtasida rosa imkoniyat sharoiti bor. 380 kirgan, vodoprovodlari bor mana bunaqa joyda va o'sha yerda kanalizatsiyalari ham bor. Undan tashqari дополнительный vxod-выходlari ham bor. Furaga ham bemalol kirsa chiqsa bo'ladi. Mana bu yerda ham bitta vxodi, mana bu tomonda ham bitta vxodi. Balandligi 2 metr, 2 metr, 2 metr. 6 metr standart ekan. Undan tepasi eng baland cho'qqisi endi u bilmasam qaysi tadbirkorga to'g'ri keladi, kelmaydi. В целом joy nihoyatda zo'r ekan. Mana bunaqa joyda ham kanalizatsiyalari bor ekan. Kim mana shunaqa joy qidirgan bo'lsa, bemalol ularni biznesiga yoki ishlab chiqarishiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha to'g'ri keladigan remontlar qilib gaplashsak bo'ladi. Lokatsiyasi nihoyatda zo'r joy. Hozir uni ham ko'rsataman. Joyning kengligi ham, kattaligi ham zo'r. Mana shu prayomni o'zi 6 metr, yana 6 metr. Ko'p ishlab chiqarishlar qilsa bo'lar ekan bu yerda. Xuddi shunaqa ishlab chiqarishga boks qidirib yurgan yaqiningizlarga, tanishingizlarga jo'natib qo'yasizlar. Kommentariyada nimadir yozish esingizdan chiqmasin. Savolingiz bo'lsa, like bosish ham esingizdan chiqmasin. В целом joy nihoyatda zo'r ekan. Ijaraga beriladi. Hozircha hech narsa qilingani yo'q. Plus qanaqa odam oladi, nima faoliyat bilan shug'ullanadi, shu uchun до конца remont qilingani yo'q. Korobka holatidan chiqqan, lekin tomlar yopilgan, faqat tomni yoki pena bilan yoki sendvich bilan bir narsa bilan yopib vakuumli qilsa bo'ladigan holat bo'lib turibdi.